Tramp urushni to'xtatish bo'yicha kelishuv imkoniyatini yaxshi deb baholadi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Floridada AQSh va Ukraina vakillari uchrashuvidan so'ng Donald Tramp Kiyev oldida ayrim murakkab kichik muammolar borligini aytdi. Ammo shu bilan birga u urushni tugatish uchun kelishuvga erishishda yaxshi imkoniyat ko'rayotganini ta'kidladi. AQSh prezidenti Donald Tramp yakshanba kuni 30-noyabrda Floridada AQSh va Ukraina delegatsiyalari o'rtasida o'tgan munozaralardan so'ng Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha kelishuv tuzish istiqbollariga nisbatan optimistik fikr bildirdi. Oq uy rahbari prezidentlik samolyoti Air Force One bortida jurnalistlar bilan gaplashar ekan, Ukrainada ayrim murakkab kichik muammolar mavjudligini aytdi va Ukraina davlat kompaniyasi Energoatom atrofidagi korrupsiya mojarosi mamlakatga yordam bermayotganini qayd etdi. Trampdan jurnalist tinchlik muzokaralariga bu holat ta'sir qiladimi deb so'raganida, u to'g'ridan-to'g'ri javob bermadi. Biroz vaqt o'tib esa qo'shimcha qildi. Menimcha, kelishuv tuzishimiz mumkinligiga yaxshi imkoniyat bor. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShdagi muzokaralarda Ukraina delegatsiyasiga boshchilik qilgan Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Rustem Umerovdan hisobot olgach, uchrashuvni ijobiy ruhda izohladi. Muhimi shundaki, muzokaralarda konstruktiv dinamika bor va barcha masalalar Ukraina suvereniteti va milliy manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan holda ochiq muhokama qilindi. Qo'shma Shtatlarga prezident Tramp guruhiga va shaxsan unga urushni tugatish bo'yicha qadamlarni belgilashga jonkuyarlik bilan vaqt sarflayotgani uchun minnatdorman. Biz ishni davom ettiramiz, deb yozdi Vladimir Zelenskiy ijtimoiy tarmoqlarda. Moskva va Kiyev o'rtasida ehtimoliy tinchlik kelishuvi shartlarini muhokama qilishga bag'ishlangan AQSh va Ukraina delegatsiyalari uchrashuvi 30-noyabr kuni Florida shtatida Shellvau golf klubi hududida bo'lib o'tdi. Ushbu klub AQSh prezidentining maxsus elchisi Steven Witkoffga tegishli. The Wall Street Journal nashrining yozishicha, muzokaralarda jumladan jiddiy masalalar, Ukrainada saylovlar o'tkazish muddatlari va boshqa murakkab jihatlar muhokama qilingan. Muzokaralarda ishtirok etgan AQSh davlat kotibi Marko Rubio ularning natijasini juda samarali deb baholadi, biroq Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga barham berish uchun yana ko'p ish qilish kerakligini va RF tenglama qismlaridan biriga aylanishi lozimligini ta'kidladi. Biz Ukrainaga xavfsizlikni abadiy ta'minlashga yordam berishni istaymiz va shunchaki emas. Biz u yerda haqiqiy farovonlikning yangi davri boshlanishini ham istaymiz, dedi davlat departamenti rahbari. Umerov esa o'z navbatida shunday dedi: tinchlikka erishish va pozitsiyalarimizni amerikalik sheriklarimizga yaqinlashtirish yo'lida sezilarli siljishlar bor. Uning ta'kidlashicha, AQSh Kiyevni juda kuchli tarzda qo'llab-quvvatlab kelmoqda.